Salom hurmatli foydalanuvchilar. Bugungi videomiz Humans operatori bo'yicha ayrim narsalarga ochiqlik kiritamiz. Men Humans operatorlari bilan bog'landim. Hoppa. Labim tegib ketdi, mikrofonga gapirayotgan edim. Xo'sh. Mana yozishmalarim. Birinchi savolim UCL, Mobius, Beeline kabi operatorlar abonent nomida 1 yilgacha raqamni saqlab qolish xizmatini ishga tushirdi. Sizlar ushbu xizmatni ishga tushirdilaringizmi deganman. Bu bir. Ikkinchisi, tushundim. Yana bir savol. Humans ilovasida banki boshqa bo'lgan Humans kart to'lov tizimidagi Humans ilovasiga bog'langan mijozlar boshqa PayMe Click kabi ilovalarga bog'lab kartasidagi pulini ishlatsa bo'ladimi? Ya'ni savol tushunarli, Humans ilovasiga bog'langan Uzcard va Humo kartalarini boshqa ilovalar orqali o'sha ishlatilmayotgan pulni ishlatsa bo'ladimi deganman. Bu yerda aytyapti. Yo'q deyapti. Biroz boshida savolga noto'g'ri tushunganman dedi. Visa kartalari ishlash faoliyatini to'xtatgan deyapti. Ya'ni Humasning ichki tizimi, Humas masalan hisobotasi, Humas sim kartasiga pul tashlanyapti-ku, hozirgi sim kartalarda masalan pul tashlab pul yuboryapti. Sim kartalar o'zida qabul qilyapti 300 ming, 400 minglab pullarni. Telefon raqamlari qabul qilyapti. O'sha narsa ish to'xtagan deyapti va Visa karta to'xtagan deyapti. Ya'ni Humasga tegishli bo'lgan kartalar to'xtagan. Elektron kosholok, boshqa yana cashback karta degandek narsalar bor bo'lsalaringiz, o'shalar to'xtagan deyapti. O'shalardan pul o'tkazma qilib bo'lmaydi deyapti. Xo'p, keyin ya'ni demoqchi bo'lganim, Humansda o'sha yilda boshida 2025-yilda, 2024-yilda siz o'sha plastik kartangizda bog'lagan bo'lsangiz va pullaringiz taqdiri nima bo'ldi ekan yoki pul qochgan bo'lsa, agar o'sha qancha qochganini tranzaksiyalarini skrinshot qilib olib qoling, operator yozishmalari bilan birgalikda kartangizdagi pulni qanday ishlatilmayotgan bo'lsangiz, Click PayMe, Uzunbank kabi ilovalar orqali bog'lab, o'sha kartani 16 ta sifrni topib bog'lab, o'sha ilovalar orqali boshqa kartaga yo'naltirib yuborib, o'sha kartani asta-sekin ishlatishni to'xtatgan yaxshi. Agarda Humans ilovasidan o'chirish funksiyasida chiqmayotgan bo'lsa. Xo'p. Agar mana operatorlar ham hozir mobil operatorlar ham 70 ming so'm tariflari past emas, qaysidir ma'noda Humans sim kartani men ishlatmoqchiman, menga tarif narxlari ma'qul desangiz, mana bu linkni ko'ryapsiz, mana Humans Uz Payment. Mana shu linkga kirasiz. Kartani ma'lumotlarini yozasiz. Yozganingizda shuni aytib o'taman. To'lov qilayotganingizda sayt orqali to'lov qilasiz. To'lov qilayotganingizda xavotirga o'rin yo'q. Humans anaqasiga, o'sha saytining ma'lumotlar kiritilayotganda sizga o'sha kartani yozib, to'lovni tasdiqlash jarayonida o'sha siz yozgan kartaning oxirgi 4 ta raqami ularga ko'rinadi. Ko'rmaydi. Xavfsizligi ta'minlangan bu borada. Faqatgina tranzaksiya bir tasdiqlab beradi, deb to'lov bo'ldi deb. Ya'ni bu yerda Markaziy bank Humans sayti orqali to'lovni amalga oshirayotganingizda Markaziy bank Humans anaqasi va sizning bankingiz uchala anaqada ishtirok etib to'lov tasdiqlanadi. Va keyin hisobga o'taladi, xizmat taqdim etiladi sizga. Demoqchi bo'lganim, shunday to'lov qilsangiz bo'ladi.
xavfsiz. Xullas, mana shunaqa yangiliklar. Hozir Nazmir men Humus internetida ishlatyapman. Barqaror, hammasi yaxshi. Tavsiya bermayman, lekin shunda ham tavsiya bermayman. Humusni kartani bog'lab, yana uni davom ishlatishni, chunki bu kompaniya bankrot. Xayr, sog' salomat bo'lingizlar.